ichki bolajonimizga shifo berish meditatsiyasi. Bu meditatsiyani bajarish uchun hech kim sizni bezovta qilmaydigan tinch va sokin joy toping. Necha yosh bo'lishimizdan qat'iy nazar, har bir insonning ichida ichki bola qismi mavjud. Ushbu meditatsiya sizning ichki bolangiz bilan tanishishga, uning ko'zlariga boqishga, u bilan gaplashishga va uni eshitishga yordam beradi. Ushbu meditatsiya orqali siz tanangiz va ongingiz uchun vaqt ajratasiz. Istasangiz yotib oling yoki qaddingiz tik tutgan holatda tinch qulay o'tirib oling. Meditatsiyani boshlaymiz. Sekin ko'zlarimizni yumamiz. Oyoq qo'llarimizni ochiq holatda bo'sh qo'yamiz. Chuqur nafas olib, chuqur nafas chiqaramiz. Bor diqqatimizni musiqaga qaratamiz. Hamma o'y xayollarimizni unutamiz. Fikrlarimiz to'xtadi, aqlimiz esa o'chdi. Tanamiz esa bo'shashib ketayapti. Tanangiz bo'shashib ketayotganini his qiling. Chuqur nafas olib, sekin nafas chiqaramiz. Yana bir marta nafas olib, nafas chiqaramiz. Tanamizni bo'shashib ketayotganini, yengil bo'layotganini his qilamiz. Bor diqqatimizni tanamizga qaratamiz. Chuqur nafas olib, nafas chiqarayotganda sizni oldingizga kichkina bolakay kelayotganini tasavvur qiling. Agar siz erkak bo'lsangiz, o'g'il bolakayni, ayol bo'lsangiz, qiz bolachani tasavvur qiling. Bu bolakayga diqqat bilan qaraymiz. U necha yoshda, qanday kiyingan, soch ko'zlari qanaqa, kayfiyati qanday? Bu bolakayda biz o'zimizni, bolaligimizni ko'rishimiz mumkin yoki boshqa bolani tasavvuri kelishi mumkin. Bu bizning ichki bolamiz. Bu bola bizning kichiknaligimizdir. Sekin uni oldiga boramiz. Uning ko'zlariga diqqat bilan qaraymiz. Bu bola nimani xohlayapti? Unga "Salom bolakay, men seni ko'rayapman" deng.
unga qalbingizni ochib, bor mehringiz bilan qarang. Unga tabassum qiling. Bu sizning hayotingizdagi eng muhim bolajon. Va undan so'rang. Sen nima xohlaysan? Senga nima kerak? Men senga xohlagan narsangni olib beraman. Men seni xohlagan joyingga olib boraman. Nima istaysan? Ayt bolajon, deb savol bering. Bolakay tez bo'lmasa ham albatta javob beradi. Uni shoshiltirmang. Javob berishi uchun unga vaqt bering. Balkim u qanaqadir sovg'a so'rashi mumkin. Uning bag'ringizga bosishingizni so'rashi mumkin. Uni eshitishingizni yoki qo'lidan ushlashingizni xohlashi mumkin. Bolakay o'yinchoq olib berishingizni, parkga olib borib, muzqaymoq olib berishingizni istashi mumkin. Uni nima so'raganini, uni javobini eslab qoling. Uni bag'ringizga bosib, qattiq quchoqlang. Unga bor mehringizni, iliqlikni va himoya tuyg'usini bering. Sizning ichki bolangiz xursand bo'layapti. Mehr, iliqlik va himoyaga to'yib borayapti. Uning o'zini yaxshi his qilayotganini ko'rib, siz ham xursand bo'lganingizni ich-ichingizdan, qalbingizdan his qiling. Xursandchilikdan, baxtdan tanangiz yanayam bo'shashib ketayotganini his qiling. Ichki bolamizni tabassumidan biz ham tabassum qilib, xursand bo'lib ketayotganimizni his qilamiz. Endi bolakayni qo'lidan ushlab, uni tinch va xavfsiz joyga olib boramiz. Bu joy bepoyon keng bog' bo'lishi mumkin, yoki bu joy chiroyli tog' bag'rida yoki cheksiz dengizda bo'lishi mumkin. Bu yer tinch, xotirjam va sokin joy bo'lishi kerak. Chuqur nafas olib, chuqur nafas chiqaring. Endi ichki bolajoningizni tizzangizga o'tkazib, unga ushbu so'zlarni
ayting. Meni kichkintoyim, men senga to'liq erkinlik beraman. Sen erkinsan, sen xavfsizlikdasan. Men sen bilanman. Men seni doim yaxshi ko'raman. Seni doim himoya qilaman. Men senga g'amxo'rlik qilaman. Sen yolg'iz emassan. Men sen bilan birgaman. Men hamisha sen bilanman. Sen menga keraksan. Sen men uchun muhimsan. Sen men uchun qadrlisan. Men seni hech qachon tashlab ketmayman. Men seni hech qachon esimdan chiqarmayman. Sening fikrlaring, xayollaring, sening his-tuyg'ularing va niyat orzularing hammasi ahamiyatga ega. Men doim sen bilan birga, sening yoningda bo'laman. Men seni hamisha eshitaman va qo'llab-quvvatlayman. Senga orzularing va maqsadlaringni amalga oshirishga yordam beraman. Men seni judayam yaxshi ko'raman. Boringcha yaxshi ko'raman. Sen har xil, turli-tuman bo'lishing mumkin, lekin men seni baribir yaxshi ko'raveraman. Men seni himoya qilib, sen uchun xavfsiz va qo'llab-quvvatlaydigan sharoitlar yaratib beraman. Sen esa xursand bo'l, porlab yashnab yurgin. Sening istaklaringni har biri amalga oshadi. Sen loyiqsan. Sen hamma narsaga loyiqsan. Sen hamma narsaga arziysan. Mening hayotimdagi eng qadrli inson sensan. Men seni yaxshi ko'raman. Ichingizdan, qalbingizdan yana qanaqa so'zlar kelayotgan bo'lsa, hammasini ayting. Unga qancha mehr va e'tibor kerak bo'lsa, hammasini bering. Ichki bolajoningiz xursand bo'lib, quvonch va mehrga to'yinib ketib, quvnab sakrayotganini his qiling. Qalbingizdagi bolakayni sizning ichingizda kayfiyati ko'tarilganini, uni baxtliligini ko'rib, o'zingiz ham quvonib ketayotganingizni his qiling. U xotirjam va xursand holatda ekanligini his qiling va bag'ringizga bosing. O'zingizdagi bor mehr, muhabbat bilan uni to'yintiring. Ichki bolajoningiz sizdan minnatdor. Siz ham unga shu meditatsiya uchun minnatdorchilik bildiring. O'zingizga ham
minnatdorchilik bildiring. Tanangiz bo'shashib, to'yinib ketayotganini his qiling. Chuqur nafas olib, sekin nafas chiqaramiz. Sekin asta orqaga qaytamiz. Tanangiz o'z holatiga qaytdi. Ko'zlarimizni ochamiz. Endi eslang, meditatsiyani boshida ichki bolajonimizdan u nima xohlashini so'ragandik. Agar u sizdan o'yinchoq yoki qo'g'irchoq so'ragan bo'lsa, do'konga borib, albatta o'zingizga sotib oling. Agar u sayr bog'ida aylantirib, muzqaymoq olib berishingizni so'ragan bo'lsa, albatta bitta o'zingiz sayr bog'iga borib, aylanib, o'zingizga muzqaymoq olib bering va ichki bolangizni ehtiyojlarini amalga oshiring. Uni xursand qiling. Bu siz uchun albatta bajarilishi kerak bo'lgan vazifa. Ushbu meditatsiyani bir necha kun eshitishingiz mumkin. Meditatsiyani bajara oldingizmi? Tugagandan keyin o'zingizni qanday his qildingiz? Taassurotlaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan psixolog Shahnoza Umarova birga bo'ldi. O'zingizga va ichki bolajoningizga g'amxo'rlik qiling.